Bugun sizlarga ikkita vazifa beraman. Asalari uyalarni yig'ib toqqa chiqing. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Kechgacha yovvoyi quyonlar va Siz o'rdaklarni tuting. gapirayotgan til bu inson tilimi? Menga asal uyasini topishga Bunisi ruxsat bering. hozirgina quloqimga eshitirdimi yo rostdan gapirdimi? Vahima qilmang. Bu doimiy bo'ladigan hodisalardan bittasi. Bitta qilib aytganda, hayvonlar va insonlar bir-birini tushunadi. Aytmagandan ko'ra aytgan yaxshi. Lavchav o'z egasiga sodiqlik bilan bo'ysunadi. Kuniga 3 mahal ovqat olaman deb o'ylayapman. Qo'y, agar olib bersangiz mazali ovqat qilib beraman. Lako, nima haqida gapiryapsiz? Ular sizni tushunadimi? Menimcha shunday. Mayli, ularga ahamiyat berma. Sen bilan ovga boramiz. Bizda kamon va o'qlar yo'q. Qanday qilib o'q qilamiz? Xotinjon, xavotir olma. Senga sehrli hiylalarni ko'rsataman. Tizim, yarim avtomatik miltiqni ombordan olib ber. Ya xudoyim, bu uzun narsa nima? Qanday qilib bunda chuqurlik bor? Bu yarim avtomatik miltiq deb ataladi. O'q qilish uchun kamonoqlardan ancha yaxshi. Qani kel, senga o'rgataman. O'ng qo'l buni ishlaydi, chap qo'l esa bu yerga. Keyin otmoqchi bo'lgan narsangni nishonga olasan. Mana bu to'g'ri chiziqqa qarab nishonga ol. Va tepkini bosishga tayyorlan. Bu nima? Nima bo'lyapti? Nima uchun to'satdan avtomatik tarzda yo'qoldi?